bu xonadonni elektr shitlarini butunlay sochib tashlab, boshqatdan yig'ib berishimizni o'ziga naq bitta mashinani puli ketdi. Ishonasizlarmi? Aytgancha, izohga yozib qo'yinglarchi, qaysi mashinani puli ketgan ekan. Videoga mana bu narsani bosib, oxirigacha ko'rsanglar, men narxini aytib o'taman. Arziydimi yo'qmi o'zi shuncha pul ketkazganga baho berib qo'yasizlar. Mana barcha kerakli himoya vositalari bilan ta'minlangan. Keragidan ortuvda bo'lmaydi. Biz ortiqcha narsalarni hech qachon tiqishtirmaymiz. Kerakli mahsulotlar hammasi tayyor. Endi bu shitimizni o'zimiz devori kesib turib, boshqatdan tiqqanmiz. Eski holati mana mashta bo'lgan. Buni luk qilib qo'yganmiz, sababini tushuntiraman. Bu yerda aksariyat kabellarimiz, ya'ni katta kabellarimiz uloq holatda bo'lgan. Buni shunchaki devor ichiga ko'nvorib, uni yamab yuborishi imkoni yo'q. Aks holda muammo yuzaga kelishi mumkin. Lekin bizning uloqlarimiz har bittasi muammo yuzaga kelmaydigan qilib ulangan. Zo'r qilib termosatkalar bilan mana yaqinroqdan ko'rsatgan. Eski holatini ham hozir qo'yib qo'yamiz. Mana shunchaki yopib qo'yamiz, bo'ldi. Devordan bilinmaydi ham. Lekin mana menga alohida baho berib qo'yinglar endi. Hisoblagichlarni, transformator tokalarni hammasini maksimal chiroyli qilib o'rnatganmiz. Tepada qo'l bilan yasalgan stabilizator bo'lgan, 3 fazali, o'shani o'rniga stabilizatori Dodo xo'jasi Volter har bittasi 30 kilovatdan qo'yib berganmiz. Chunki muammo bo'lmasin dedi. Pastda yana shitlarimizni perdirka qilingan joylari bor. O'shalarni ham ko'rsataman. Oxirigacha ko'ringlar, balkim sizlarga yengil bo'lsa, uni ham shartta chopasizlar-da, o'zinglar ham sinab ko'rasizlar. Endi bunga baho berib qo'yasizlar. Buni ham butunlay boshqatdan yig'ib tashlaganmiz. Bizni tashlab. Eski shitni uloqlariga qo'shib, ichida qolib ketgan. Bu bizani katyol xonamiz. Mana bu yerda qaranglar. Alohida chiroyli qilib terib berganmiz. Bu yerda shunaqa bo'lganki, bitta bir 2-3 ta shitlar bo'lgan. Mana buni juda ham akkuratli qilib, sifatli qilib bitirib berganmiz. Invertorga o'rnatilgan. Bu bizgacha bor edi. Biz hech narsasini qilmaganmiz buni. Shunchaki chiroyli qilib, sifatli qilib shitini boshqatdan yig'ib berganmiz. Xo'p, undan tashqari, bu yerda mana bunaqa mayda stabilizator bilan shunaqa kichkina mayda-chuda shitlar bo'lgan, uni olib tashlaganmiz. Bu joyiga esa biz qo'limizni tekkizmadi, klientni ko'ndira olmadi, lekin baribir bilaman, bir alohida chiqadi, chunki mana bu yerda chiroyli shitlar bo'lgandan keyin bu yoni ham perdirka qildirmasalar uyat bo'lib ketadi. O'zinglar o'ylanglar, mana izohga yozib qoldiringlar, mijoz balkim o'qirlar, aka shuni ham qildirib yuboring deb shunday yozib qo'yinglar. Endi kulminatsion nuqtasiga keldi. Bu xonadonda shu qilgan ishlarimiz umumiy $7864 bo'ldi. Endi shuncha ishlar mana shu summaga arziydimi yo'qmi? Aytgancha, bu akani o'ziga ham alohida respekt. Nimaga? O'zlari eng zo'r inomarkada yursalar ham, mana shunaqa insonlarga yarashadi. Sababini so'rasanglar, o'zlari avvalambor xonadonni ham cho'tki qilib qo'yaptilar. Ayniqsa elektrika, santexnika joylarini ham yorib qo'yaptilar-da. Inomarkada blatata qilib, bemalol shaharni qoq o'rtalarida yursalar yarashaveradi. O'zi masalan, Gentraga $15,000 ketkazib, shumkalariga $4,000 ketkazib, lekin uyda shaltoq bo'lib yuradigan insonlarni ham juda ko'pini ko'ryapmiz-da. Ayniqsa shunaqa insonlarga tashlab qo'yinglar. Oldin xonadonni cho'tki qilib, navrot qilib qo'ysin-da, keyin eng zo'r inomarkalarda blatata qilib yursalar yarashaveradi. Bu videoni shunaqa elektrika bo'yicha muammosi bo'lgan insonlarga ham yuborib qo'yinglar, savob uchun hech bo'lmasa.